Assalomu alaykum. O'tayotgan hafta ichida O'zbekistonda sodir bo'lgan eng ahamiyatli va muhokamalarni keltirib chiqargan voqea hodisalarni yana bir bor esga olamiz. Qarzi ko'payayotgan O'zbekiston, Surxondaryodagi ko'mir va gaz mashmashalari, Toshkentning yangi aeroporti, yangilanayotgan, demakki, narxi oshadigan Damas va Cobalt shular jumlasidandir. Yana qarz, yana kredit. O'zbekiston bir hafta ichida ikkita yirik qarz olishga erishdi. Jahon banki O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlarni qo'llab-quvvatlash uchun 800 million dollar miqdorida imtiyozli kredit ajratishni ma'qulladi. Mablag' hukumatga uzoq muddatli qaytarish shartlari asosida past foiz stavkasi bilan taqdim etilishi aytilgan. Bunday kreditlash shartlari xalqaro moliya bozorlaridagiga qaraganda ancha foydaliroq. Bu orqali O'zbekiston qarz bo'yicha xizmat ko'rsatish xarajatlarini qisqartirishi va tejalgan byudjet mablag'larini ustuvor ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal etishga yo'naltirishi mumkin bo'ladi, deyiladi Jahon banki xabarida. Shuningdek, Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga 500 million dollarlik siyosatga asoslangan kredit ajratishni ma'qullaganini ma'lum qildi. Ma'lumotga ko'ra, mablag' O'zbekistonda institutsional islohotlar, inklyuziv o'sish va global integratsiya jarayonini jadallashtirishga yo'naltiriladi. O'zbekistonning tashqi davlat qarzi 75 milliard dollardan oshdi. Bu aholi jon boshiga taqsimlansa 2000 dollar atrofida bo'ladi. Qish-kuz mavsumi arafasida, ayniqsa uzoq hududlarda gaz ta'minoti masalasi aholining eng dolzarb muammolaridan biriga aylangan. Qumqo'rg'on tuman hokimi tappi qilib kun o'tkazishga gaz yo'qligidan nolimaslikka chorladi. Mana oddiy bir tezak, hech kim tezak qilmaydi. Qumqo'rg'on tumani hokimi Anvar Normamatov mahalliy kengash sessiyasidagi nutqida shunday dedi. Gazni ham o'rnini hisoblasin. Mana endi tushungan, tumanning olgani, bo'lganlarini tushunmayapman-da. Buning tagi bo'lsa, ana tagi yo'q-da shu. Shuningdek, hokim paxta terimi mavsumida odamlar paxta terib, oilaviy daromad topib, turmush sharoitini yaxshilash imkoniga ega ekanini ta'kidladi. Masalan, hozir mana paxta terimi bo'lyapti. Gaplashyapmiz-da, yoshi bo'lib qo'yaverib. Bo'g'alar, fajrlar bilan. 3 kunda bir hafta un. 3 kun terib, bir hafta unni pulni ishlagan, 3 kun 4 kun paxta terib, bir hafta un. Qarang, hozirgi zamonda. Bugun 100 kilo paxta tersa, uni 100 ming, 100 ming. Bir kunda bir hafta, 10 kun tersa, bir kishi agar oilasi bilan tersa, bir kunda 5-6 hafta un ishlaydi. Surxondaryoda bu birgina xavotirli holat emas. Avvalroq Boysun va Oltinsoy tumanlarida odamlar arzon ko'mir uchun ur-yiqit qilayotgani tasvirlari tarqaldi. Xulosa qilish mumkinki, Surxondaryoning tumanlarida qish-kuz mavsumiga tayyorgarlik yaxshi olib borilmagan. Gaz ta'minoti yo'q olis hududlar aholisiga ko'mirni tartib bilan tarqatish rejasi ishlab chiqilmagan. Eng ko'p xarid qilinadigan modellardan biri bo'lgan Damas va Cobalt avtomobillarining yangi avlodlari taqdim etilishi rejalashtirilmoqda. UzAvto Motors Damas va Cobaltning yangi versiyalarini taqdim etadi. Kompaniya Damas Move va Damas Max versiyalarini ishlab chiqarishni boshlaydi. Ular joriy model bilan bir vaqtda ishlab chiqariladi. Yangi Damas o'lchamlari kattalashib, yuk ko'tarish qobiliyati va qulayligi oshadi. Cobalt esa Steel MCM va Midnight MCM versiyalarida taqdim etiladi. Avtomobil 12 ta yangi opsiya bilan jihozlanib, dvigatel va ABS tizimi yangilangan. Shuningdek, yangi multimedia tizimi, cruise control, isitiladigan o'rindiqlar, ekocharim salon va boshqa qulayliklar joriy etiladi. Jami 50 dan ortiq asosiy komponent yangilangan. Cobaltning tashqi ko'rinishini yangilash ustida ham ishlar boshlangan. Damasning narxi qanchaga ortishi hozircha noma'lum, lekin Cobaltning narxi qariyb 10 million so'mga qimmatlashishi ma'lum bo'ldi.
15 oktyabr kuni Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatida yangi xalqaro aeroport loyihasi taqdimoti bilan tanishdi hamda mazkur ulkan majmua qurilishi boshlanishiga bag'ishlangan marosimda ishtirok etdi. Saudiya, Yaponiya va Koreya kompaniyalarining ishtirokida amalga oshiriladigan loyiha 4 bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda 2,5 milliard dollar evaziga aerovokzal va aerodrom quriladi. Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatidagi yangi xalqaro aeroport qurilishiga tamal toshi qo'ydi va bizning maqsad O'zbekistonni sharq va g'arb, shimol va janubni bog'lovchi yirik aviatsiya hubiga aylantirish dedi. Loyiha iqtisodiyotga 27 milliard dollardan ortiq daromad keltiradi, minglab ish o'rinlari yaratadi va turizm hamda xizmat sohalarini rivojlantiradi. Shuningdek, Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahridagi Shota Rustaveli ko'chasida amalga oshirilgan yirik transport loyihasi bilan tanishdi va elektrobusda sinov safarini amalga oshirdi. Ma'lumotga ko'ra, 19,2 million dollarlik loyiha yo'lovchi oqimini 2 baravar ko'targan. Ekologiya vaziri Aziz Abduhakimovga ko'ra, yangi aeroport turizm infratuzilmasini rivojlantirish, turizm xizmatlari sifatini yaxshilashga xizmat qiladi va 2030-yilga borib, xorijiy sayyohlar soni 25 millionga yetishi mumkin. Rossiyada migrantlar uchun navbatdagi cheklov. Vladimir Putin mamlakatda migrant oilalar sonini cheklovchi yangi migratsiya siyosatini tasdiqladi. Yangi konsepsiya mehnat bozoridagi muhojirlar sonini nazorat qilish, ishlamaydigan oila a'zolarining yashashini cheklash va bolalarning maktablarga qatnashini tartibga solishni ko'zda tutadi. Hujjat mamlakatning rasmiy huquqiy axborot portalida e'lon qilingan bo'lib, u 2018-yildan buyon amal qilib kelayotgan dasturni almashtiradi. Hujjat 9 bo'lim va 46 band iborat. Unda migrantlarning Rossiyaga kirish-chiqishi, yashash, boshpana va fuqarolik olish qoidalari belgilangan. Migrantlarning ishlamaydigan va o'qimaydigan oila a'zolarining yashashi cheklanadi. Maktabga bormaydigan migrant bolalar soni kamaytiriladi va etnik anklavlarning shakllanishiga qarshi choralar ko'riladi. Rossiya axborot texnologiyalari va biometriyani keng joriy qilib, noqonuniy migrantlar sonini kamaytirish va migratsiya tizimini raqamlashtirishni rejalamoqda. Rekordlar ortidan rekordlar. Jahon bozorida oltin narxi ko'tarilishi O'zbekistonda ham oltin narxining yangi cho'qqilariga chiqishiga sabab bo'ldi. O'zbekistonda oltin quymalari narxi keskin oshib, 14-oktyabr holatiga ko'ra 1 gram oltin bahosi 1,663,000 so'mga yetdi. Bu tarixiy rekord. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, bir kunda narxlar 2,6% ga, yil boshidan buyon esa 48,6% ga oshgan. 2025-yil boshidan buyon quymalarning narxi 40 marta rekordni yangilagan. Mutaxassislar bu holatni jahon bozoridagi noaniqliklar va dollarning qadrsizlanishi bilan bog'lamoqda. 2025-yil xalqaro bozorda ham oltin ilk bor 4000 dollarlik chegaradan o'tdi. Bir troya untsiyasi 4162 dollarga savdolanmoqda. Ekspertlar bu o'sish yaqin oylarda ham davom etishini va yil so'ngiga qadar untsiya 5000 dollarga yetishini ta'kidlashmoqda. Holbuki oltin yil boshida 3300 dollarga yetishi prognoz qilingan edi. O'zbekiston futbol tarixida ilk bor o'zbekistonlik mutaxassis FIFA qo'mitasi tarkibiga kiritildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi raisi o'rinbosari Ravshan Ermatov 2025-2029-yillarga mo'ljallangan FIFA texnologiyalar, innovatsiyalar va raqamli rivojlanish qo'mitasi raisi o'rinbosari etib tayinlandi. Ushbu qo'mita VAR, golni aniqlash texnologiyasi, sun'iy intellekt kabi zamonaviy tizimlarni ishlab chiqish va joriy etish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bosh kotibi Avaz Maqsumov FIFA Sohilbo'yi futbol qo'mitasiga, Yuliya Panina esa ayollar terma jamoalari musobaqalari qo'mitasiga a'zo etib saylandi. Ravshan Ermatov avvalroq Osiyo futbol konfederatsiyasi hakamlar qo'mitasi raisi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Eslatib o'tamiz, Ravshan Ermatov FIFA tomonidan o'tkazilgan jahon chempionatlarida eng ko'p 13 o'yinni boshqargan rekordchi sanaladi. Mana shu tariqa ortda qolgan haftaning eng muhim va yorqin voqealarini siz bilan birga yodga oldik. Agar kontentimiz siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, keyingilarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling, like va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang.